Salom, meni ismim Oleg. Men armiyani tamomlaganimdan so'ng o'zimga ish qidira boshladim. Kunlarning birida gazetada bir e'lon ko'rdim. 13-maktabga axrana kerak ekan. Eshitishimcha, bu yerga axrana bo'lib ishga kirgan xodimlar har 3 kunda bo'shab ketar ekan. Negaligini bilmadim. Direktor bilan gaplashdim. Direktorning aytishi bo'yicha, u yerda ajinalar bor deb sizdan oldingi axranalar qo'rqib ishdan bo'shaganini xabarini berdi. Men ertasi kuniyoq ishga keldim. Faqat mening qo'riqlash vaqtim tunda edi. Mening birinchi ish kunim. U yerda telefonimni kavlab o'tirar edim. Hamma yoq jimjit. Birdaniga chiroq o'chib yona boshladi. Hamda qadam tovushi eshitila boshladi. Men zal tomon chiqdim. Ammo hech narsa yo'q. Kim bor bu yerda deb baqirdim, ammo javob yo'q edi. Qarshimdagi xonani ochdim. Fonarimni yoqdim. Qandaydir tarix xonasi. Ammo bu yerda hech kim yo'q edi. Mana ikkinchi kun ham keldi. Ammo maktabda qandaydir hodisadan so'ng chiroq o'chib qoldi. Men qayerdan uyg'onashni bilmay, fonarimni yoqib, zallarni aylanib, generator joylashgan joyni qidirar edim. Yo'lda ketar ekanman, qandaydir vahimali, qo'rqinchli ovozlar, qadam tovushlari meni qo'rqitar edi. Shu payt fonarim ham o'chib qoldi. Hamda fonarimni yoqdim. Qandaydir xonalar, eshiklar turar edi. Bir zalga ham kirib keldim. Bu zalni yurar ekanman. Bu zalda ham o'sha dahshat, vahima meni yana cho'chitar edi. Va nihoyat men u zalni uzoqdan ko'rgandek bo'ldim. Hamda yaqiniga borib, zalga kirdim. Zalda bir eshik turardi. U eshik menimcha generator joylashgan joy edi. Hamda u eshikni ochdim. Qandaydir pastki qavatgami yoki podvalgami uzun bir izlana turar edi. Va nihoyat generatorni ham topdim, lekin uni o'g'nay olmadim. Boshqa tomonga fonarimni yoqqanimda u yerda bir xona turardi, uni eshigi yo'q edi. U yerdan turli xil tovushlar kelardi. Men bu tovushlardan biroz cho'chir edim. Dahshat, bu dahshatli voqeadan so'ng men bu yerda ishlamaslikka qaror qildim, ammo boshqa axranalarga o'xshab qo'rqoq degan nom olishni xohlamadim. U dahshatli maxluq meni 5 kun bezovta qildi. 5 kundan so'ng va nihoyat men bu maktabni tark etdim, ishdan bo'shadim. Surishtirishlarim natijasida shuni bildimki, bir boyvachcha bu maktabni bir mazlum kampirning uyining ustiga qurgan ekan.